Har kun kechasi men shaxt tomonga qarab bir o'zim yugurar edim. Meni diqqatimni o'sha yerdagi bir uy tortar edi. U juda eski va chirib qolgan edi. Hovlida daraxtlarning ichida juda sirli ko'rinar. U juda eski uy edi va men uning ichiga kirib ko'rishni doim istar edim. Men uning ichiga kirib ko'rishga qaror qildim va ichkarida hech qanday qo'rqinchli narsa bo'lmaydi dedim. Men oddiy kunlarning birida oynadan ichkariga kirib ko'rdim. Uning juda eskiligi bilinib turar edi. Bu yerda hech qanday qimmatli narsa yo'q edi. Hammayoq vayron bo'lib yotgandek ko'rinardi. Men barcha xonalarga kirib ko'rdim, lekin ikkinchi qavatga ko'tarilmadim. Buni qilishga qaror qilgan edim. Keyingi kuni men erta tongda turib oshxonaga bordim. Choy tayyorlash uchun. Stolda men bir qog'ozni ko'rdim. Men uni oldim va o'qidim.